O'zbekiston va Qirg'iziston yer almashadi. Joriy yilning mart oyi birinchi dekadasida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida chegara bo'yicha muzokaralar qaytadan boshlanadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev buni ma'lum qilgan. Tashiyev o'tgan yil dekabr oyida Qirg'izistonga O'zbekistondan 20 kishilik delegatsiya kelganini eslatib o'tgan. Oxirgi protokol tungi soat 3 da imzolandi. Ular qarshilik ko'rsatdi, biz ham qarshilik ko'rsatdik. Natijada tungi soat 3 da protokol imzolandi. Muzokaralar shunday davom etadi, tortishuvlar bo'lib o'tadi, ba'zan juda qizg'in. Natijada biz bir to'xtamga keldik degan Tashiyev. Unga ko'ra, protokolga muvofiq Ali-Bukdagi, ya'ni Qirg'izistonning Jallobod viloyati tumanidagi uchastkalar O'zbekistonga o'tadi va Qirg'iziston buning evaziga Suzoqdagi hududlarni oladi. Kamchibek Tashiyev mamlakat Tojikiston bilan ham chegara bo'yicha muzokaralarni boshlashini aytib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston davlat chegarasini mustahkamlaydi, xususan chegara xizmati o'tgan yili boshqaruvga berilgandi. Bundan tashqari Tashiyev chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha hukumatlar aro delegatsiya rahbari hisoblanadi.